ayniqsa bog'liqlik ko'p holatlarda детский pozitsiya menimcha. Hozir menga shu fikr keldi. Hammamiz bu pozitsiyada bo'lganmiz. Xuddi jirtvada hamma bo'lgandiki, ya'ni boshqadan nimadir kutish, boshqalar hayotini o'zgartirib berishini kutish, boshqa insonlar emas-u, o'zimizni o'zgartirmasdan turib, taqdirga, hayotga hamma narsani bo'ladi deb qo'yib qo'yib, o'zimiz ustimizda ishlamaslik. Taqdir bor narsa, yozilgani baribir bo'ladi, lekin o'zimiz anglamagunimizcha hamma narsa takrorlanaveradi. O'sha bog'langan insonimizga, bog'langan joyga, holatga, vaziyatga qayta tushaveramiz. Yana ba'zida shunaqa holat bo'ladiki, inson o'zgaradi, holat qoladi. Boshqa masalan, boshqa turmushga chiqishadi yoki boshqa inson uchratishadi, u insonga xuddi to'ch ikki barobar kuchliroq shu ish qiladi. Nimaga? U yoqda o'sha bog'langanlik yechilmagan bo'lishi mumkin. Meni o'zimda bugun yaqinroq bo'lar ekanmiz, aytib beraman, meni o'zimda ideal kartinkaga bog'langanlik bor edi. Oxirgi 1-2 oyga yechdim shu narsani. Ya'ni oila ideal bo'lishi, ayol ideal bo'lishi, insonlar ideal bo'lishi, hamma narsa toza pok bo'lishi, bitta maromda hamma narsa ketishi yo'q. Hech qachon hamma har xil narsani ko'rsatishi mumkin. Aslida hamma insonning ichida o'zining nuqsonlari bor, o'ziga ma'lumi bor, tashqaridagilar ko'rinadimi, yo'qmi? Hamma juftlikda bor, hamma oilada bor bu narsa, hamma kasbda bor, hamma ishda bor. Kimdir meni ishim oson, zo'r pul topaman degani bilan hamma joyi o'zining kamchiligi, nuqsoni bor. Chunki ideal hayot bo'lmaydi. Muammosiz odam o'zi yo'q. Yo'q, unaqasi yo'q. Men xohlardim har bitta inson shu narsani tushunishini, Instagramda ko'rayotganda nimanidir, kimnidir hayotini, oson boyligini, voy zo'r ekan, wow, sayohat, voy, bunaqa. Yo'q, uni orqasida bilmaysiz qanaqa kamchiliklar, qanaqa dard, qanaqa xafalik borligini. Qachon sizni ham hayotingizga shunaqa narsa, yaxshiliklar kirib keladi, qachonki siz bugun ega bo'lganlaringizga shukr qilsangiz. Men 3 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog Iman Ahmedovna 71 mingdan ortiq ayol qizlarni oiladagi munosabatlarning tiklanishi, qarzlardan xalos bo'lishiga sababchi bo'lganman. Pulga bo'lgan qo'rquv hamda kambag'allikdan qanday chiqishni 20, 21, 22 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan bepul darsimda o'rgataman. Bepul darsda qatnashish uchun profil biosidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting.